mendan ketding oxirgi marta. Sensiz yashash endi juda og'ir bu dunyoda. Yuragim sezdi bugun sening xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdi bugun barcha yolg'onlaringni. İnson nega sevadi va nima topadi? Bu yo'lda va'da bergan lablar ko'pincha aldashi mumkin. Muhabbatga ishonishga majbur qiladi yurakni. Bu sevgi baxtmi yoki katta razolat? Kimdir javob bera oladimi? Kechasi sevganingga qo'ng'iroq qilsan, raqamdan keyin xizmat, keyin minglab xayollar. Tong otguncha qiynalaydi bu tunlar. Yuragim sezdi bugun sening xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdi bugun barcha yolg'onlaringni. Bilaman bugun ketding va qaytmaydi bu safar. Sensiz yashash endi juda og'ir. Tong o'tadi azoblar bilan, tun o'tadi siqilishda. Badanim tirik lekin ishimda qon. Yopiq raqamlardan kelgan sovuq qo'ng'iroqlar. U javob beradi uzoq va begona ovoz bilan. Nega kechalari hamma aloqalar band? Endi afsus qilishdan hech qanday foyda yo'q. U ketdi va ortiga qaramaydi hech qachon. Aqlimga sig'maydi bu holat, nahotki sevmasdi endi meni. Yuragim sezdi bugun sening xiyonatingni. Ko'zlarim ko'rdi bugun barcha yolg'onlaringni. Bilaman bugun ketding va qaytmaydi bu safar. Sensiz yashash endi